yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi aka? Yaxshi yuribsizmi? Aka, bu teri chiqqanda men naborot quvonib, xursand bo'lyapman. Men naborot kayfiyatim yaxshi, bilasizmi? Umuman teri chiqmay qo'ydi. Haligi olovni oldiga tursam, bitta xonada, bitta pechka yoqilganda tursam ham chiqmadi-da. O'sha narsa oxirgi payt og'riqlar kuchayib ketgan. Men O'zbekiston bo'yicha qaysi doktorlarga ketmagan joyim qolmagan. Samarqand, Toshkent, boshqa tabib hammasiga borgandim vaqtiga. Hozir ana shu teri chiqmay qolgan paytda sochim ham to'kildi. Shunaqa soch to'kilyapti, kalta olsam ham to'kilyapti, farqi yo'q to'kilyapti. Ana shu teri chiqishini mana shu tarpedan ichdim, bir oydan keyin teri ichish, bir oydan ziyodroqdan keyin ekanda terilashni boshladim. Terilagandan keyin sochlar to'kilmadi. Nimaga? Teri chiqqandan keyin ozuqa oladi, sochlar ham, ko'rjalar ham pitani oladi, pitatsiya qiladi, ozuqa oladi. O'shani hisobiga yana sochlarim qattiq bo'ldi hozir. O'zim ishonmayman. Hozir bitta ikkita to'kilyapti, unaqa to'kilish yo'q-da. Men xursandman, naborot shu nima chiqyapti. Men o'sha aytganingizni ham olaman, xudo xohlasa bugun borib. Haligi Semichka ildizi deganingizni ham o'sha nimalar degansiz hammasini nima qilyapman-da. Shu Semichka ildizini lekin yo'q, ana shuni xudo xohlasa bugun borib olib shularni ham ichaman nasib. Keyin aka, doktor hamma analizlar yaxshi chiqdi. Vitamin D ozgina past chiqdi, ozgina. U ham uncha vahima emas. Haligi kontrast modda bilan tekshirdi, boshni, mana bu yurakdan boshni tomirlari, miyani ichlarigacha tomirlar zo'r. Tomirlarga muammo umuman chiqmayapti. Xullas shu osteoxondroz qisayotgan ekan, svet bilan tekshirganda o'sha qisilish bor. Mana shu xudo xohlasa shu aytganlaringizni qilaman. Mana shu o'z teri chiqyapti-ku, o'shandan keyin menda yengillik boshlanyapti-da, xudoga shukr. Shuning uchun men kimga tarpedan aytsam, o'sha odam pashti 10 tadan 9 tasi sotib olyapti. Chunki biladi, men necha yildan beri azob chekkanman, menga ishonib olyapti-da. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu bir bemorimizdan kelib tushgan jonli suhbat. Sizlarga video tarzida qo'yib berdim. Bunaqa juda ham ko'p rezultatlarimiz bor, xudo xohlasa. Qaranglar. Tarpeda giyohimiz, mana shundan ichgan bemorni hozirgi odziv qo'yib berganim. Endigi nomi Biotornado bo'ldi. Xudo xohlasa bundan-da zo'r rezultatlarimiz bor. Kuzatishda davom eting, hali bundan-da zo'rlarini qo'yib boramiz. Salomat bo'linglar.